Omadli millioner serialining 6-qismi. Voy, mana shu magazinni ko'pchilik maqtagan edi. Hozir bizlar ham birdan ungacha baholaymiz. Kela qol qizim. Sloma, juda ham zo'r magazin. Qarang, bu yerda shirinliklar sotar ekan. Oyijon, qarang, o'yinchoq apparat bor ekan. Bitta o'yinchoq olsam maylimi? Voy, 3 ta olgin. Xo'p, mayli. Voy. Mana 3 ta oldim oyijon. Uyda birgalikda ochib ko'ramiz. Xo'p bo'ladi qizim, ola qol. Bittasi sig'may qoldi, qo'limga ushlab beraman. Yana nima olamiz bobongizga? Qaranglar, har xil nimalar bor ekan. Narsalar bor ekan. Juda ham zo'r, qaranglar. Cheklari bu mana. Bu yerda ham zo'r narsalar bor ekan. Davayki shirinliklar olaylik. Wow, kolali marmelad yeyman. Xo'p, bo'ladi qizalog'im. Mana buni yeyman. Yo'q, bu bo'lmaydi ekan-ku. Kolali kerak, kolali. Yumay kerak. Voy, qanday ekan? Bo'ldi, shunaqada olamiz. Keyin bitta suv olaylik bobongizga. Keyin yana nima olamiz? Mevalar bilan uyda bor. Davay shunaqa korobkali ham olamiz. Hozir men bitta paketlik olib kelaman. Hamma narsani shuni ichiga solinglar. Mana o'zim ushlab beraman. Davay ikkinchi etajga chiqib ko'raylik. Yura qol qizim. Voy, buni chiroyliligini. Qaranglar, uy uchun kerak narsalar bor ekan. Ha, oyijon. Davay non olamiz. Bunaqa olamiz. Hamma narsadan bitta-bittadan olib chiqamiz. O'zimizni uy uchun ham shu yerdan olsak bo'ladi ekan narsalarni. Qaranglar, juda ham zo'r narsalar bor ekan. Mana shunaqa go'sht ham olamiz. Shunaqa. Bizlar ketsak, bobomlar qiynalib qolmasligi kerak. Chunki hamma narsadan olamiz. Bobomlarning sharoiti yaxshi bo'ladi. Mana kiri ham olamiz. Bolgarskiy ham olamiz. Endi hamma narsani olib bo'ldik. Endi kassaga ketamiz. Ketdik kassaga. Yo'q qildim. Yo'q, men shu yerda o'tiraman. Xo'p, men o'tir. Mana kassa. Mana shularni o'lchash kerak ekan. Xo'p, mayli, yuringlar, pastdagi kassaga boramiz. Ketdik pastdagi kassaga. Mana shu yerga pullarni to'laymiz. Okey. Bular o'zlarimizga. Bu kimniki? Mana bizning chek. Ketdik. Hop, mayli, yaxshi qolinglar. Voy, pulimiz ham yo'q. Jingirdaganning ovozi chiqdi. Qizlarimiz kelgan shekilli. Orang. Mana ketdik. Nevaralarimizni ko'raylik. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, bular kimga? Bular sizlarga. Bizlar ketyapmiz, bobo. Sizlar qiynalib qolmasligingiz uchun. Mana bizlar ketyapmiz, bobo. Endi shu narsalar bizlar yo'qda qiynalib qolmasligingiz uchun sizlarga narsalar olib keldik. Yana tez kelib turamiz degan o'ydaman. Mana bularni olib ko'rishingizlar mumkin. Mana bularni hammasi sizlarga.
keyin sizlarga katta podarka bu sizlarga bizlar ketgandan keyin ochib ko'rishingizlar mumkin. Hozir bizlar chemadonlarimizni yig'amiz. Ketdik qizlarim. Ya. Bo'lmasa bobo, buvi bizlar ketyapmiz yana. Endi yozda kelib turamiz. Sizlar hech ham xavotir olmanglar. Xayr. Qarang bo'lsa. Qarang bobosi. Bizga shuncha narsalar olib kelishibdi. Menga buna kiyimlar, bizga kerak hamma narsa bor ekan. Davay endi bu qutini ochib ko'rsak. Bu axir olmaslar-ku, oltinlar. Biz boyib ketdik. Bo'ldi, buni olib qo'yamiz. Endi mana bulardan ichida. Vau, buni ichida tovuq go'sht. Mana kiyimlar bor ekan sizlarga. Mana sizga ham kiyimlar bor ekan. Yeb bo'ladi. Mana shuncha kiyimlar buni ichida. Bu bumonalar bu sizlarga kerak, bu ham hammasi kerak. Sizlarga rahmat. Bechora qizlarimiz ovora bo'lishibdi. Endi uyimizga o'chirib qo'yaylik. Mana kirib ham oldik uyimizga. Kameralarni ishga tushiramiz. Hamma narsa joyida. Oyijon, hozir kiyimlarni almashtiray, sizga syurprizim bor. Voy, yana qanaqa syurpriz? Xavotir olmang, yaxshi syurpriz. Ketdik, bo'lmasa kiyimlarimizni almashtiramiz. Narsalarimizni joylashtiramiz. Mana kelib ham oldik. Endi kiyimlarimizni almashtirishimiz kerak. Juda ham charchaganman. Kiyimlarimiz birinchi. Sizlar ham dam olinglar akalar. Men ham dam olmoqchiman. Charchadim. Hozir ko'ylaklaringni joylashtirib, keyin mazza qilib uxlaymiz. Keyin kechqurun podarkaga boramiz. Syurpriz bor. Qanday zo'r syurpriz. Syurprizlarni ko'raman. Mana qarang. Kiyimlar qanday chiroyli. Sizga yangi kiyimlar olamiz. Syurprizga borsak. Mana chiroyli kiyimlar. Ikkalamiznikini keyin ham joylashtiramiz. Oyijon, o'zingiznikini bemalol shkafingizga joylashtirishingiz mumkin. Homilador kiyimlarimni olib qo'yishim kerak. Mana homilador kiyimlarim mening. Homilador paytim kiyganman. Endi kiymayman bular. Endi keraksiz. Mana oq-oq. Ekan. Keyingi sosga berib qo'yaylik. Ko'ylaklarni joylashtiramiz. Mana. Juda ham chiroyli. Mana, bunun ichiga chimillarimiz kerak. Bo'ldi, shunaqa hisob qo'yamiz. Xudo xolasa yana borsak, yana olamiz. Kiyimlarni almashtiramiz.
mazza qilib qoldi, cho'milib chiqib. Qizim bora qol. Sen kiyimlaringni almashtirib, narsalaringni joylashtir. Men o'zim kiyintiraman bu ikkalasini. Qani qizim, sen mana buni kiy. Yengilgina, o'g'lim mana buni kiy. Buni yengilgina. Ketdik endi cho'milamiz. Bora qol qizim, bora qol. Mana bizlar cho'milamiz, opang esa narsalarni joylashtiradi. Kela qolinglar. Voy, o'zi ham qattiq charchab ketdim. Kiyimlarimni joylashtirishim kerak. Hamma kiyimlarimni yerga tez kiygan kiyimlarimni qo'yaman. Hozircha mana bizga qo'ying. Mana shunaqa chiroyli kiyimlarimni shu yerga qo'yaman. Bu kam kiyiladigan kiyimlarimni shkafchiga solib qo'ysam ham bo'laveradi. Mana shuni ichiga solib qo'yaman. Mana endi men ham cho'milsam bo'ladi. Mana qizlarim. Endi sen bu yoqda cho'mil, sen mana bu dush qabul qilib olasan. Men ham albatta cho'milaman. Ham cho'milib chiqsam yaxshi bo'lardi. Men uxlashga kiraman. Endi sochimdagini yechsam ham bo'ladi. Sochim quridi. Ketdik, yuringlar bolalar. Uxlaymiz, opang o'zi boradi. Voy, men ham bo'ldim, yengilgina bo'ldim. Endi sochim ham quribdi, bo'ldi. Kechki maskalarimizni surib, endi peshinda uxlasak ham bo'ladi. Ketdik bizlar ham. Oyi, hozir suv olib beraman bolam. Hozir menga mana hozir senga suv olib beraman. Mana cho'qol. Mana hozir shuni qilib beraman. Qanaqa suv to'san qilsin, men xudnika olaman. Mana cho'qol. Bo'ldi, ketdik. Endi uxlaymiz. Yura qol qizim. Ana turinglar. Voy, tavotibdi-yu. Kiyininglar, ketamiz. Ure. Hozir mana hammamiz ko'k svet bo'lib kiyinib oldik. Ketdik. Voy, mana kelib ham oldik. Ha. Bu qayer qizim? Bu kimning do'koni? Menimcha hali ochilmagan shekilli. Sizlarga bitta gap aytishim kerak. Men bizning uyimizni og'ritishganidan keyin uni sudga berdim va uni qamab bizning pullarimizni qaytardi va mana ko'rishingiz mumkinki shunaqa do'kon sotib oldim. Sizlarga hammasini hozir tushuntirib beraman. O'rtoq sudya,
Bu axir adolatsizlik-ku. Mening undagi barcha pullar yo'qolib ketdi. Mening kameralarimni ochganda xuddi shu odamni ko'rdim. Iltimos, menga aniqlab beringlar o'g'rini. Bo'ldi, xavotir olmang. Hozir kim bo'lsa ham hali boshiga javob beradi. O'rtoq sudya, men emasman. Balkim boshqa o'g'rilardir. Lekin men bunaqa ishlar qilmayman. Bo'ldi, boshqa keyingi fikrsin. Bu bilan savol-javoblarimiz tugadi. Keyingisi. Iya, siz Boshqa kun ham boshqacha qiyofada kirgandingiz. Bu nima? Nimaga qiyofangizni o'zgartirib oldingiz? bilmayman. O'zim shunaqaman. Cho'ta shubhali. Iltimos mening oltinlarimni topib berishsin. Yig'lamang singlim, hali oltinlaringiz topiladi. Hozir bizlar qonunlarni o'qib chiqamiz va qaysi bir ekanini kameralaringizdan ko'rib bilib olamiz va barmoq izlarini ko'ramiz, tekshiramiz. Bizlar barmoq izlarini ko'rib chiqdik va bugungi sudimizda g'olib bo'lgan shu qiz bo'ladi va bizlar aybdor deb tanlagan. Bum! Iya, bunaqa qilmang. Olib ketinglar bu kishini. Yo'q, bunaqa qilmalaring. Olib ket buni ushlab. Qamoqqa qo'yinglar. Xuddi topabilaman demagancha. Keyin bunga bizlar 15 yil qamoq jazosi beriladi. Yo'q, bunaqa qilmalaring. Hali javob berasan. Men bo'lmasam ham boshqasi sening qizingni o'g'irlab ketadi. Qo'y, o'chir ovozingni ko'pak. Olib ketinglar buni tez. Hali javob beradi. Ochinglar eshikni. Mana shu yerda qolasan ko'pak. Bo'ldi singlim, yig'lamang. Pullaringiz topildi. Bu yerda qo'l bersangiz bo'ldi. Voy, judayam xursandman. Rahmat. Rahmatning keragi yo'q. Hamma yerda qonun yuz beradi va hamma o'zining etgan gunohiga javob beradi. Rahmat. Bu yoqqa o't ko'pak. Sendaylarni shu yerga qamash kerak. Ham o'g'rimi? Ha, bu o'g'ri. Buni ham bo'yni o'lchash kerak. 15 qancha yil qamoq jazosi berilgan? 15 yil. Voy, aybi katta shekilli. To'ray ko'pak shu yerga. Aha. Qancha ekan? Bo'yi 5 metrga yetadi. Gavdasini o'lchab, kilolarni o'lchash kerak. Bo'ldi. Endi xuddi shu yerga qaniymiz. Chiq. Bo'ldi endi. Ovqat ham, non ham 5 kun yemaysan. Hech nima qila olmaysan. 5 kundan keyin senga qattiq non beramiz. Aybingni shunaqasiga yuvasan. 15 yil. Bo'ldi, ketishdangiz mumkin. Mana shunaqa gaplar, oyijon. Voy, yaxshi qilibsan. Mana bu esa sizlarga narsalar olgandim va o'zimga iPhone oldim. Shunaqa. Mana sizga yangi ko'ylaklar va chamadon oldim. Mana bu do'konga esa men YouTube kanal ochdim. Shu YouTube kanalimda tushgan pullarni yig'ib va bankdagi pullarni ham shu do'konda sotib oldim. Mana bu yoqda ko'plab tovarlar turibdi. Mana shu tovarlarni joylashtirib, ertaga ishni boshlayman, xudo xolasa. Va hamma pulni bankka solib boshlayman. Shu bu yerlarda kamera ko'p, o'g'rilar tusha olmaydi. Va ikki tomonlama yopiladi. Sizga yoqdimi, oyijon? Ha, albatta yoqdi. Qarang, chiroyliligini. Mana shunaqa yoqdi.
sinab qo'ysangiz hech qachon o'g'ri ololmaydi. Nimaga deganda bu yerlarda 24 soat kamera ishlaydi. Judayam zo'r qilibsan. Ko'zimga yosh keldi qizim. Katta bo'lib qolibsan. Yig'lamang oyijon. Xudo xolasa sizga ham telefon olamiz. Sizga podarkam bor. Mana bu telefon senga. Bu telefon esa oyijon sizga. Uka, sen hali yoshlik qilasan. Senga ham telefon olib beraman albatta. Senga telefon yo'qligini sababi senga iPad olib bermoqchiman uka. Tug'ilgan kuning bilaman. 1-2 haftadan keyin shunga telefon zo'r qilib o'tkazib beraman. Yey! Men bitta ikkita ishchi chaqirib qo'yganman oyijon. Sizlar uyga qaytaveringlar. Ertaga ochilish marosimiga bizlar tayyorlanmoqchimiz. Hammangizga xayr. Uyda ko'rishguncha, paka.